هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Enfal tefsiri 17. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tevende dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi El-Enfal suresinin 17. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Ey Müslümanlar! Bedir'de ulani yani müşriklani sile öz küçüğünla bilen öldürgününla yok. Belki emelde ulani silegi yardım verip ulanın dillerinde korkunç payda kılış bilen Allah öldürdü. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir kısım topunu müşriklağa atqınında sen atmadın, belki emelde onu müşriklarının közlerine Allah attı. Allah'ın munda kılışı müminlerge savab, galibe, ganimetlerden ibaret çıraylık inamlarını ata kılış için idi. Allah hakikaten ulanın sözlerini anlap turğucudur. Niyetlerini, ehvallarını bilip turğucudur. Bu Allah'ın müminlerge bergen inamıdır. Allah kafirlarının helisini çokum mağlup kılgıcıdır. Kafirlarını Allah Teala'nın öldürüşü ve ulanın közlerine topu çeşit doğrusudur. Allah Teala bu ayette özünün bendilerinin işlerini yaratqıcı ikenlikini, Allah Teala bu ayette özünün bendilerinin işlerini yaratqıcı ikenlikini, uladın sadır bolğan barlıq yaxşı işler üçün özününla medhilindiğanlıqını, çünkü ulanı şu yaxşı işini qilishda Allah muvaffaqiyat qazandırğanlıqını ve yardım berdiğanlıqını bayan qılıdı. Şuna Allah Teala mındaq deydi. Ey Müslümanlar! Bedir'de ulani yani müşriklani sile öldürgününla sile öz küçüğünla bilen öldürgününla yok. Belki emelde ulani silegi yardım verip ulanın dillerinde korkunç payda kılış bilen Allah öldürdü. Yani sile san cihette az turuqluq öz küç kuvvetinlağı tayinip siledin san cihette köp bolğan düşmanınlarını sile öldürmedinlar. Belki Allah sileni ulanın üstüden galbi kıldırdı. Allah Teala bu ayette mındaq deydi. Allah silegi Bedir'de nusret ata kıldı. Halbuki sile küçsüz idinla. Sanınla ve Kur'anınla az idi. Allah silegi nurgun ceng meydanlarında ve Huneyn günüde yani cengede hakikaten yardım verdi. Aynı vakitte sanınlarının köplüğünden hoşallanıp kettinler. Yani bugün bizden sanımız köp, mağlup olmaymayız dedinler. Bu çağda silenin sanınla 12.000 düşmanınlarının sanı 4.000 idi. Sanınlarının köplüğü silege kılçı esqatmadı. Qat korqananlardan kengzimin silegi tar tuyuldu. Ondan mağlup olup Resulullah'ını azgını müminler bilen taşlap arqanlığa qarab qaçdınlar. Büyük ve yüksek Allah bu ayette qalbinin sanının köplüğü de
savut dubulga va qural yarog'ning sarxilligida emasligini, balki uning Alloh taolaning tarafidan ekanligini jakarlaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Allohning irodasi bilan oz jamoa ko'p jamoa ustidan g'alaba qiladi. Alloh chidamliq ko'rsatkichlar bilan bildidir. Badr urushi bo'lgan kuni Muhammad alayhissalom Alloh taoladan yordam tilab Alloh taologa yelinib duo qilgandan keyin chidirdan chiqqan chaqda yerdan bir changal ushshaq tashlar aralash to'pini ilib kafirlarning yuziga etib yuzla to'piga milandi dedi. Ondan sahabilarini jang otlanib botirlik ko'rsatishga buyurdi. Ular shunda qildi. Alloh taolo ana shu tosh to'pini mushriklarning ko'ziga otdi. Ulardan ko'ziga to'p kirmagan bir odam qolmadi. Ularning har biri ko'zlariga kirgan to'pi bilan avor edi. Alloh taolo payg'ambari Muhammad alayhissalomning bu ishi haqida mundaq deydi: Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bir siqim to'pini mushriklarga otqiningda sen otmading, balki amalda uni mushriklarning ko'zlariga Alloh otdi. Ya'ni to'pini mushriklarning ko'ziga etib ularni mag'lub qilgan sen emas, balki Allohdir. Muhammad ibn Ishaq Urva ibn Zubayr Allohning mundaq qilishi mu'minlarga savob, g'alaba, g'animatlardan iborat chiroyli in'omlarni ato qilish uchun edi degan oyati haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni Alloh mu'minlarga ularning soni az, dushmanlarining soni ko'p turuqliq, ularni dushmanlarining ustidan g'alaba qildirganlikdan iborat ne'matini tonitishi va ularning shu orqali Alloh taolaning haqqini tonishi va Alloh taolaning bu ne'matiga shukr qilish uchundir. Ibn Jarir bu oyatni mushundaq tafsir qildi. Hadisda payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qilindi. Alloh bizga har qanday chiroyli in'omlarni ato qiladi. Alloh taolo haqiqatan ularning so'zlarini anglab turg'uchidir. Niyatlarini, ahvollarini bilib turg'uchidir. Ya'ni Alloh duolarni anglab turg'uchidir. Nusrat va g'alabaning kimga tegishli ekanligini bilib turg'uchidir. Bu Allohning mu'minlarga bergan in'omidir. Alloh kofirlarning hilisini cho'qim mag'lub qilg'uchidir. Bu mu'minlar erishgan g'alabadan boshqa yana bir xo'sh xabardir. Chunki Alloh taolo bu oyatda ularga kelgusida kofirlarning hilisini ojizlashtiradiganligini, ularning ishini ro'naq topqizmaydiganligini, ularning davomli mag'lubiyatga va halokatga uchraydiganligini jakarladi. Barliq hamd sana va madhiya Alloh taolo xosdir. Ey kuffarlar jamiyasi, agar sizlar g'albini tilasanglar, g'albi allaqachon sizlarga keldi. Ya'ni u sizlarning ziyninglarga keldi. Agar payg'ambar bilan dushmanlashishdan yansanglar, bu sizlar uchun yaxshidir. Agar uning bilan yana urushsanglar, biz uningga yana yordam beramiz. Qo'shininglar ko'p bo'lgan taqdirdami, u sizlardan hech narsani dab'i qilib berilmaydi. Alloh haqiqatan mu'minlar bilan bildidir. Mushriklarning yordam tilaganligiga berilgan javob to'g'risida Alloh taolo kofirlarga mundaq deydi: Ey kuffarlar jamiyasi, agar sizlar g'alabini tilasanglar, ya'ni Alloh taolaning yordam berib, Alloh taolaning sizlarga yordam berib, sizlar bilan dushmaninglarning orasida hukm chiqarishini tilasanglar, haqiqatan so'rag'ininglar sizlarga berildi. Bu haqda Ibn Ishaq va boshqalar Zuhriydan Abdullah ibn
So'laning mundaq deganligini rivoyat qildi. Badr urushi bo'lgan kuni Abu Jahl: "Ey Alloh, bizning qaysimiz sil rahmni uzgan va biz bilmaydigan narsani bizga elib kelgan bo'lsa, uni ayta, ya'ni urush bo'lgan chaqda halok qilgin" deb duo qilgan edi. Bu uning bilan Alloh taolodan yordam tilagan edi. Shuning bilan bu oyat nozil bo'ldi. Ey kuffarlar jamiyasi, agar sizlar g'alabani tilasanglar, g'alaba allaqachon sizlarga keldi. Ya'ni u sizlarning ziyninglarga keldi. Agar payg'ambar bilan dushmanlashishdan yansanglar, bu sizlar uchun yaxshidir. Agar uning bilan yana urushsanglar, biz uningga yana yordam beramiz. Qo'shininglar ko'p bo'lgan taqdirdami, u sizlardan hech narsani dabiy qilib bera olmaydi. Alloh haqiqatan mu'minlar bilan birdir. İmam Ahmad Abdullah ibn Su'labning mundaq deganligini rivoyat qildi. Musulmonlar bilan kofirlar uchrashgan chaqda Abu Jahl: "Ey Alloh, bizdan qaysimiz sil rahmini uzgan va biz bilmaydigan narsani bizga elib kelgan bo'lsa, uni halok qilgin" deb duo qilib yordam tilagan edi. Bu qissani Imom Nasa'iy va Hakimmu rivoyat qilgan. İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid, Zahhak, Qatada, Yazid ibn Roman va bir qancha kishilardan mushuning o'xshash qissalar rivoyat qilindi. Suddi mundaq deydi: Mushriklar Makkadan Badrga chiqqan chaqda Ka'baning yo'piqlarini birga elib chiqdi. Alloh taoladan yordam tilab: "Ey Alloh, bu ikki qo'shinning qaysi a'lo o'rinda bo'lsa, bu ikki guruhning qaysi hurmatli bo'lsa, bu ikki qabilaning qaysi yaxshi bo'lsa, shu tarafga yordam bergin" deydi. Shuning bilan birga Alloh taolo: "Ey kuffarlar jamiyasi, agar sizlar g'alabani tilasanglar, g'alaba allaqachon sizlarga keldi. Ya'ni u sizlarning ziyninglarga keldi" degan oyatni nozil qildi. Ya'ni Alloh sizlarning deganinglar bo'yicha Muhammad alayhissalomga yordam qildim dedi. Abdurrahman ibn Zayd Alloh taolo ularning qilgan duosidan xabar berib, o'z vaqtida ular: "Agar bu, ya'ni Qur'on sening tarafingdan nozil bo'lgan haqiqat bo'ladigan bo'lsa" degan deydi. Agar payg'ambar bilan dushmanlashishdan yansanglar, ya'ni Alloh taologa kufrlik qilishdan, payg'ambarni yolg'onga chiqarishdan yansanglar, dunyo va oxiratda bu sizlar uchun yaxshidir. Agar uning bilan yana urushsanglar, biz uningga yana yordam beramiz. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Agar sizlar qaytsanglar, ya'ni qaytib buzg'unchilik qilsanglar, biz qaytamiz, ya'ni biz sizlarni qayta jazolaymiz. Bu oyatning ma'nosi agar sizlar ilgiriki kufrliqinglarga va ozg'inliqinglarga qaytsanglar, biz sizlarni mushiningga o'xshash hodisalarga giribtor qilamiz. Qo'shininglar ko'p bo'lgan taqdirdami, u sizlardan hech narsani dabiy qilib bera olmaydi. Ya'ni sizlar imkoninglarning bericha qo'shin to'plagan taqdirdami, shak shubhisizki Alloh bilan bo'lgan kishilarning ustidan g'alaba qila olmaysizlar. Alloh hamma narsadan g'olibdir. Alloh haqiqatan mu'minlar bilan birgadir. Mu'minlar payg'ambarlarning tanlangan qo'shinidir. Ey mu'minlar, Allohga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Sizlar Qur'onni anglab turib, uningdan yuz o'rmanglar. Anglamay turib, angladik degan kishilarni, ya'ni kofirlarni doğurmanglar. Shubhisizki Allohning nazarida hayvonlarning eng yomoni haqni anglamay gas bo'lib olgan, haqni so'zlamay gachi bo'lib olgan, yaxshi yomonni farq etmay aqlini yo'qotgan kishilardir. Agar Alloh ularni biror yaxshilik bor deb bilsa edi, albatta ularga haqni anglatdi. Ularga anglatgan taqdirdami,
ular haqdan albatta yuz o'rgan holda bosh tortadi. Alloh taologa va uning payg'ambariga itoat qilishga buyurish to'g'risida. Bu oyatda Alloh taolo mu'min bandilarini Alloh taologa va uning payg'ambariga itoat qilishga buyurdi. Ularni Alloh taologa qarshi chiqishda Alloh taolo kufrlik qilib, uningga qarshi chiqqan kofirlarga o'xshab qilishdan to'sidi. Shunga Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Sizlar Qur'onni anglab turib, uningdan yuz o'rmanglar." Ya'ni Alloh taoloning payg'ambari sizlarni chaqirgan, ya'ni Alloh taoloning payg'ambari sizlarni chaqirgan narsalarning haq ekanligini bilib turib, uningga itoat qilishni va uning amr farmonlarini o'rindashni tark etmanglar va uning to'sqan ishlaridan yeninglar. Anglamay turib angladik degan kishilarni, ya'ni kofirlarni doğrumanglar. Bu oyat haqida İbn Ishaq mundaq deydi: Ular munofiqlardir. Chunki ular o'zlarini haqni anglagandek va uni qabul qilgandek qilib ko'rsatdi. Amaliyotda ular undaq emas. Ondan Alloh taolo bu turdagi kishilarning odam avlodi ichidagi axloq va yaratilish jihatda eng pastkash kishilar ekanligini xabar qilib mundaq deydi: Shubhisizki Allohning nazarida hayvonlarning eng yomoni haqni anglamay gas bo'lib olgan, haqni so'zlamay gachi bo'lib olgan, yaxshi yomonni farq etmay aqlini yo'qotgan kishilardir. Ana shular insonlarning eng pastkashlaridir. Chunki ulardan boshqa har qanday hayvon Alloh taolaning uni yaratishdagi irodasiga bo'ysunadi. Ular bo'lsa Alloh taologa ibodat qilish uchun yaratilgan turuqliq Alloh taologa kufrlik qildi. Shunga Alloh taolo ularni chorva mollarga o'xshatib mundaq degan: Kafirlarni hidoyatga da'vat qilguvchi xuddi ma'nosini tushunmay tovushini va nidoni anglaydigan chahar paylarini chaqirgan odamga o'xshaydi. Ular go'yo hayvonga o'xshaydi. Hayvondanmi betar gumrohdir. Ana shular g'ofildir. İbn Abbas radhiyallohu anhuma, Mujahid va Ibn Jarir qatorliqlardan tafsir qilinayotgan oyatda tilga ilingan kishilar Quraysh qabilasidagi Abdurrahman avlodidan bir qancha nafar kishilar ko'z tutildi deganligini rivoyat qildi. Muhammad ibn Ishaq ulardan munofiqlar ko'z tutildi degan. Men, ya'ni Ibn Kasir, bu oyatda ko'z tutilgan kishilarning mushriklar yoki munofiqlar bo'lishda hech qanday qarama-qarshilik yo'q deb qarayman. Chunki ulardan mayli qaysisilar bo'lsin, ular haqni to'g'ri yo'sinda tushunishdan va yaxshi tarafga yo'lab qabul qilishdan iborat amaldan mahrum qilinganlardir. Ondan Alloh taolo ular biror narsani tushunalaydi deb faraz qilinmagan taqdirdami, ularning haqni to'g'ri tushuna olmaydiganligini va to'g'ri narsani bilolmaydiganligini xabar qilib mundaq deydi: Agar Alloh ularda biror yaxshilik bor deb bilsa edi, albatta ularga haqni anglatadi. Ya'ni Alloh taolo albatta ularga haqni tushundiradi. Lekin ularda yaxshilik yo'q. Shunga Alloh taolo ularga haqni tushundirmaydi. Chunki Alloh ularga anglatgan taqdirdami, ya'ni haqni tushundirgan taqdirdami, ular haqdan albatta yuz o'rgan holda bosh tortadi. Ya'ni Alloh ularning haqni tushungandan keyin tarsalik qilib, haqdan qasddan bosh tortadiganligini obdan biladi. Ey mu'minlar, Alloh va uning payg'ambari
sizlarni terildiradigan, ya'ni abadiy hayotga erishtiradigan iymonga da'vat qilsa, uni qabul qilinglar. Bilinglarki, Alloh kishi bilan uning qalbi orasida to'salg'i bo'la oladi. Ya'ni kishining dilini egisining xohishi bo'yicha emas, balki o'z xohishi bo'yicha tasarruf qiladi. Qiyomat kuni sizlar Allohning dargohiga yig'ilasizlar. Allah va uning payg'ambarining da'vatini qabul qilishga buyurilganlik to'g'risida. Ey mu'minlar, Allah va uning payg'ambari sizlarni terildiradigan, ya'ni abadiy hayotga erishtiradigan iymonga da'vat qilsa, uni qabul qilinglar. İmam Buxoriy bu oyat haqida mundaq deydi. Allah va uning payg'ambari sizlarni foydali narsaga chaqirsa, uni qabul qilinglar. Ya'ni İmam Buxoriy Abu Said ibn Ma'la radiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men namoz o'qiyotdim. Payg'ambar alayhisalom mening yenimdan o'tib ketib, meni chaqirdi. Men namozimni o'qib bo'lib, ondan uning qishig'iga bordim. Payg'ambar alayhisalom: "Sening mening qishimga darhol kelishingga nima to'salg'i bo'ldi?" Allah Teala, ey mu'minlar, Allah va uning payg'ambari sizlarni terildiradigan, ya'ni abadiy hayotga erishtiradigan iymonga da'vat qilsa, uni qabul qilinglar demadimi? dedi. Ondan payg'ambar alayhisalom: "Men masjiddan chiqishdan ilgari sana cho'qim Qur'ondagi eng katta surani o'gitib qo'yman", dedi. Bir ozdan keyin payg'ambar alayhisalom chiqib ketmoqchi bo'lib mangdi. Men uningga degan so'zini eslatdim. Muad mundaq deydi. Habs ibn Asim payg'ambar alayhisalomning sahobalaridan biri bo'lgan Abu Saiddan mazkur hadisni anglaganligini, payg'ambar alayhisalomning bu katta sura Fatiha surasidir deganligini bayon qilgan. Muhammad ibn Ishaq Urfa ibn Zubayrning: "Ey mu'minlar, Allah va uning payg'ambari sizlarni terildiradigan, ya'ni abadiy hayotga erishtiradigan iymonga da'vat qilsa, uni qabul qilinglar" degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ya'ni sizlar xor bo'lganinglardan keyin Alloh taolaning sizlarni aziz qilgan, ojiz bo'lganinglardan keyin kuchlantirgan dushmaninglar sizlarga hayvi qilib hujum qilganda ularni sizlardan to'sgan, urushqa Allah va uning payg'ambari sizlarni chaqirsa, uni qabul qilinglar. Allah Taolaning inson bilan uning qalbi orasida to'salg'i bo'la oladiganlik to'g'risida. Bilinglarki, Allah kishi bilan uning qalbi orasida to'salg'i bo'la oladi. Ya'ni kishining dilini egisining xohishi bo'yicha emas, balki o'z xohishi bo'yicha tasarruf qiladi. Bu oyat haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Allah mu'min bilan kufrlikning orasida, kafir bilan iymonning orasida to'salg'i bo'la oladi. Buni Hakim rivoyat qilgan. Mujahid, Said, Ikrima, Zahhak, Abu Salih, Atiya, Muqatil, Ibn Hayyan va Suddi qatorliqlarmi bu oyatni shundaq tafsir qilgan. Mujahiddan qilingan yana bir rivoyatda u mundaq deydi. Allah kishi bilan uning qalbi orasida to'salg'i bo'la oladi, hattoki uni biror narsani tushunolmaydigan holatga keltirib qo'ydi. Suddi mundaq deydi. Allah inson bilan uning qalbi orasida to'salg'i bo'ladi. U faqat Allah Taolaning izni bilanla iymon eta oladi yoki kofir bo'ladi. Payg'ambar alayhisalomdan bu oyatga munosiblik nurg'un hadislar rivoyat qilindi. İmam Ahmad Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalom: "Ey dillarni o'zgartirib turg'uvchi Allah, mening dilimni dining ustida mustahkam qilgin" degan bu duoni ko'p qilatdi. Biz: "Ey Allohning payg'ambari, biz sana va sen ilib kelgan narsaga iymon etdik. Bizdan yanada ansiramsan" dedik. Payg'ambar alayhisalom: "Ha, shak shubhisizki dilla Allah Taolaning barmoqlari orasidagi ikki barmoqning oraliqida bo'ladi. Allah uni o'rib cho'rib turdi" dedi. Bu hadisni İmam Tirmiziy rivoyat qilgan. İmam Ahmad
Nevas ibn Samnan Kilabi radiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mundaq deganligini anladım deydi. Her bir dil alemlerinin Rabbi merhametlik Allah Teala'nın barmaklarından iki barmak arasıda buludu. Eğer Allah dilini mezmut turguzishni xolasa, onu mezmut turguzudu. Eğer onu özgertib etishni xolasa, özgertib etadi. Peygamber aleyhisselam yana mundaq deydi. Ey dillarni özgertib turguvchi Allah, mening dilimni dinin ustida mustahkam qilgin. O yana mundaq deydi. Taraza merhametlik Allah Teala'nın koludur. Allah xolasa onu past tutudu, xolasa egiz tutudu. Bu hadisni İmam Nesai ve İbn Majah qatorliqlarmu mushundaq rivoyat qilgan. Alhamdulillah. Allah şükürler olsun. Yuqorida Anfal suresi tafsiridan 24. oyatgacha anladinglar. Axirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.